Spark haydaydigan akalarimiz, ukalarimizni ko'pchilik so'rardi. Monitori 12 dyumli tepaga qo'yiladiganlari bormidi? Bitta ko'rasizlar. Sizlar uchun mana bunaqa monitor ramkalarimni olib kelib qo'ydi. Bitta ko'ringlar, nima deyapti bu? Mana buni qaranglar turishini. Prosto mashinada ideal turadi. Qaranglar, mana bu narsalari ovoz past baland qiladiganlar bunga o'tkazib yuborsanglar bo'ladi. Mana bunaqa o'zining ichida konstekerlar bo'ladi. Bemalol ovozi peremotkalar hammasi bunga o'tib ketadi. Deflektorlarga alohida e'tibor berasizlar. Ramkani o'zini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Mana ramkamizni turishi. Deflektorlarga bitta ahamiyat berasizlar. Prosto ideal mashinaga qo'yasizlar. Zo'r turadi, ishlashi ham, sifati ham zo'r. Narxlarga keladigan bo'lsa, bu ramkamizga bugungi kunda $75. Hamma narsasi bilan, kampaniya, hammasi bilan. Mana bunaqa 12 dyumli original PS monitorlarimiz $275. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Sergeli mashina bozor 5-2 blok 15-do'kon.